Umr mana shunday bir tez o'tar ekan azizlar. İnson ba'zan o'tayotgan umrini sarf hisobini mana shunday Ramazon oyi kelganda bilib qolar ekan. O'tgan sanada Ramazon kelganida bu yil yana bir pasda Ramazon kelib qopti deb hamma hayron bo'lib qoladi. Bunday holatlarni ko'rganimizda sarf hisob qilamiz. Sarf hisob degani men bir yil o'tibdi, o'tgan Ramazondan bu Ramazongacha nima ishlar qildim, nima ezguliklar qildim, qanday savoblar qildim. Endi buni bu yog'iga har bir kunimni g'animat bilib boraman degan niyatda turmoqliklari kerak. O'tgan sanada iftorlikda, saharlikda onasi bilan birga iftorlik, saharlik qilgan azizlarimiz bu yil Ramazonda topolmay qolyapti. O'tgan yili otasi bilan birga xatmda turgan yigit bu safar otasini topolmay qolyapti. Shunday ekan Ramazon oyida g'animat bilib ota-onani xizmatini ham qilib olish, ularning duolarini olishlik bilan birga har bir soatimizni, har bir daqiqamizni g'animat bilmoqligimiz kerak. Ramazon oyi ulug' bir oy azizlar. Bu oy Qur'oni Karim nozil bo'lgan oy. Bu oy Allohning rahmati yog'ilib turadigan oy. Bu oy jannat eshiklari ochilib, do'zax eshiklari erkiladigan, shayton kishanlanadigan oy azizlar. Alloh taolo nido qilib turadigan, mendan istig'for so'raydigan bormi? İstig'forini qabul qilay. Tavba qiladigani bormi? Tavbasini qabul qilay. Mendan hojatini so'raydigan bormi? Hojatini ravo qilay deb Alloh nido qiladi azizlar. Shuning uchun bu oylarda har birini duo bilan, tasbih bilan, yaxshilik bilan, Alloh taologa iltijo bilan o'tkazmoqlik lozim bo'ladi. Ramazon oyi o'zi bir alohida bir fazilat. Ramazonda ro'za tutishlik bu alohida bir ibodat azizlar. Biz Ramazon deganda ro'zani tushunamizda. Ramazon o'zi alohida bir fazilat. Bu oy azizlar, bu oyda Alloh taolo shuncha o'zini rahmatini yog'dirib, mag'firatini yog'dirib, farishtalarni bizga hozir aylab turadigan bir oy. Bu oyda ro'za tutishlikni esa Alloh taolo o'zi ixtiyor qildi. Chunki 12 oydan faqat Ramazon oyinigina Alloh taolo ro'za tutishlik oyiga munosib topdi. Bu haqida Alloh bizlarga ayni mana shu Ramazon oyida ro'za tutishlikni izhor qilishlik oyatidan oldin umumiy ro'za tutishlikka buyurgan oyati bor. Alloh aytadiki: "Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kema kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." deydi Alloh taolo. Ey iymon keltirganlar deyapti Alloh taolo. Ya'ni ahli iymon, ahli mo'minlarni nido qilib chaqiryapti. Sizlardan avvalgilarga buyurilgani kabi sizlarga ham ro'za tutishlik buyurildi. Demak, ro'za bizdan avvalgi ummatga ham buyurilgan ekan. Va shuni barobarida Alloh bir haqiqatni bizga o'rgatdi azizlar oyatda. Nima uchun ro'za tutamiz? Mana shu savolga ham javobini bilib olishimiz kerak. Nima uchun? Bir oz vazmin bo'lib qoluvdik, ro'za tutsak, endi bir o'zimizga kelib ixcham bo'lib qolamiz, kasalidan sog'lom bo'lib qolamiz yoki yana ba'zi bir masalalarni qilib o'zimizni oldimizga maqsad qo'yishimiz bor. Ko'pchilikdan so'rasangiz, ro'za deydi, manfaati bor. Ro'zaning sihat salomatlikka yaxshiligi bor. Bu alohida bir fazilatlar. Lekin Alloh bizga hozirgi oyatda ro'za tutishlikdan ko'zlangan asosiy maqsadni aytdi. Sizlarga ro'za tutishlik buyurildi. Sizlardan avvalgilarga buyurilgani kabi la'allakum tattaqun. Shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz, shoyatki Allohdan qo'rqadigan bo'lsalaringiz. Demak, ro'za insonda taqvosini ziyoda qilish kerak. Ro'za tutsak-u taqvoyimizda o'zgarish bo'lmayapti. Hech narsa yo'q. Bir xil yuribmiz.
Yana g'iybatni davom ettiryapmiz. Yana bekorchi ishlarni davom ettiryapmiz. Lekin o'zimizcha roza tutyapmiz. Rozadan ko'zlagan maqsadni hosil qilmayotgan bo'lamiz. Har kuni iftorlik mahalda bir kun rozani ado qilgan odam o'ziga o'zi savol berish kerak. Men taqvoyimda nima o'zgardi? Mani xulqimda, mani odobimda nima o'zgarish bo'ldi? Agar o'zgarish ijobiy tomonga ketayotgan bo'lsa, alhamdulillah, rozadan ko'zlangan maqsadni hosil qilyapti. Qancha odamlar borki, Ramazon oyida faqat och qoladi degan so'zlar keladi kitobda. Qancha odamlar borki, Ramazonda faqat och qoladi. Ramazonda savobidan bebahra bo'lib qoladi. Chunki o'sha Ramazonda odobini bilmaydi. Shuning uchun ham Ramazon oyida roza tutarkanmiz, ko'zlagan eng katta maqsadimiz taqvo bo'lsin. Taqvo nima edi? Taqvo Allohdan qo'rqish azizlar. Ana o'sha ziyoda bo'lsagina rozadan ko'zlangan maqsadni hosil qilgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, 3 ta birodar yo'lga chiqibdilar, birdan jala quyib, shunaqa to'polon bo'lgan ekan, uchala do'st qochib bir g'orga kirib oldi deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Sahobalarga mana shunday hikoya qilib aytib beryaptilar. Uchala do'st g'orga kirib o'tirgan ekan, nima bo'pti? Tepadan katta bir parsang tosh tushib, ular o'tirgan g'orda og'zini berkitib qo'yibdi. Nima qiladi bunaqa paytda inson? Allohni eslaydi-da. Uchala do'st o'sha yerda turib duo deyishni boshladi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar, duo qildi, boshqa qildi, hech natija yo'q. Shunda ichlaridan bittasi aytibdilarki, kim bir amalini Alloh uchun qilgan bo'lsa, shu amalini agar Alloh qabul qilgan bo'lsa, uni o'rtaga vasila qilib qo'shib duo qilsa, duosi qabul bo'lar ekan. Men shuni eshitganman dedi. Ha bo'lmasa shunaqa duo qilaylik dedi ulardan biri. Shunda aytgan odam duo qildi. Aytdiki, men bitta ish qilganman, buni men va Allohdan boshqa hech kim bilmagan. Meni uyda qari ota-onam bor. Biz juda ham kambag'almiz. Uyda bir sog'in hayvonimizni sutini ichib yashaymiz. Bir kuni men sut sog'ib kelgani chiqib ketsam, otam bilan onam ikkalalar o'tirib uxlab qoptilar. Men kirib bermoqchi bo'lsam, uxlayaptilar. Uyg'otgani hayo qildim, ammo meni bolalarim och edi. Hatto bir bolam o'rmalab kelib oyog'imni tagida tirmashib ovqat desa ham men unga bermadim. Bolamga ichim og'rib, qalbim ezilib tursa ham ular uyg'onguncha bermadim. Ular uyg'ongandan keyin ota-onamga berib, keyin bolalarga berdim. Bu ishni men shu holatda o'tirganimni ota-onam bilmadi. Buni faqat Alloh uchun qilgan edim, Allohning roziligi uchun. Ya Rabbi, agar shu amalimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber dedi, tosh silchib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Ikkinchisi aytibdiki, meni uyimga bir mardikor olib kelib usta ishlatganman. Har kuni unga bir qism beradigan haqni gaplashganman. Eng oxirgi kuni o'sha haqqini olmay ketib qopti. Men kutdim, kelmadi. Keyin u haqqiniga men bitta qo'y olib qo'ydim, kesa olar dedim. Qo'y 2 ta bo'ldi, 3 ta bo'ldi, ko'payib yillar o'tdi. Bir kuni eshigim taqilladi. Eshikni ochsam, o'sha oldin ishlagan haligi mardikor usta, sizda meni bir kunlik haqqim qolib ketdi deb aytdi. Men unga, ha to'g'ri aytasan. O dalaga chiqsang bir qancha qo'y echkilar turibdi, o'sha seni bir kunlik haqqing. U menga qarab, meni mazaq qilmang dedi. Deyodi, men Allohga qasamki seni mazaq qilayotganim yo'q. U seni haqqing deb aytdim. Lekin aslida men unga o'sha bir kunlik haqqini berib qo'ysam bo'lar edi. Lekin uni haqqini Alloh ko'paytirgan edi. Men bu ishni Alloh uchun qildim. Allohim menga najot ber endi. O'sha ishimni hurmatidan deb duo qildi, yana tosh siljidi. Uchinchi do'st aytdiki, menda dedi hech qanaqa bunaqa ish yo'q dedi. Lekin bir marta Allohdan qattiq qo'rqqanim bor dedi. Ha aytib ber. Amakimning qizini yaxshi ko'rib qolganman. Bir kuni o'g'irlab qochib ketdim. Bir joyga qo'yib amakimning qizini oldiga kirgan edim. Amakimning qizi menga qarab, "Ittaqi minalloh ibn ammi." Ey amakim o'g'li, Allohdan qo'rq dedi. Hech kim ko'rmaydi dema, yer tagida harakatlanayotgan shumolini ko'radigan Allohdan qo'rq. Meni haqqimni bermasdan, ya'ni nikoh qilmasdan menga yaqinlashma dedi. Men unga qarab shu darajada Allohdan qo'rqib ketdimki, men yaqinlashmasdan chiqib ketdim. Men bu ishni Allohdan qo'rqib qildim, boshqa hech kimdan emas. Alloh bizga najot bersin endi deb duo qilib tosh yumaladi. Hadis sahih. Rasulimiz alayhisalom buni aytdilar. Bu mashhur qissa azizlar. Hamma hadis kitoblarda bor. Payg'ambarimiz alayhisalom buni nima uchun aytdilar?
Shorihlar, ya'ni shu hadisga sharh beradiganlar aytadiki, birinchi navbatda demak kim bir ishni Alloh uchun qilsa shubhasiz qabul ekan. Ikkinchisi shunaqa ishini o'rtaga qo'yib qiyin mahalda vasila qilib duo qilsa duosi o'tar ekan. Uchinchisi mana shu uchala amal ham Allohning qoshida qabul bo'lgan ekan. Ota-onani afzal ko'rish. Biz qilamiz deymiz, qila olmaymizda, lekin birinchi bo'lib bolamiz yesin deymizda, onamiz emas. Ro'zani kunida ham hozir iftorlikda onam nima yekin demayapmizda, bolamizni o'ylaymiz, Alloh kechirsin. Aslida birinchi ota-ona, keyin farzand bo'lish kerak edi. Buni qila olmayapmiz. Agar shuni Alloh uchun qilsak edik, keyin duoyimiz qabul. Ikkinchisi birovning haqqidan shu darajada qo'rqyapti. Bizda ayni ustani haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib qoldi hozir. Ishlatib oxiriga kelganda bir kamchiligini topib haydab yuboradi. Bermaslik uchun. Uni haqqi edi u. Yuqoridagi qissada berdi-ku qancha bo'lsa ham. Uchinchisi haromdan, zinodan hazar qilishlik ham taqvo ekan. Mana bu eng buyuk taqvo ekan. Va bu go'zal amal Allohning qoshida qabul ekan. Demak, mana shu narsani biz bilishimiz kerak. Men bu hadisni hozir o'qiganimda o'zimga savol berdim-da, Allohim, agar men uchala do'stdan bittasi bo'lsam, qaysini aytib duo qilardim ekan deb. Siz ham yig'laysiz, savol bering o'zingizga. Agar o'sha 3 ta do'stdan bittasi bo'lganingizda, qaysi amalingizni aytib duo qilardingiz? Sadaqani beraman desangiz, maqtanish chiqib qolyapti. Ibodatimizni aytamiz desak, riyo chiqib qolyapti. Qaysi amalimiz bor? Agar biz bo'lganimizda o'sha g'orda uchala do'stdan bittasi qaysini aytar edik? Agar shunday amalimiz yo'q bo'lsa, bugun yig'lab Alloh uchun amal qilishlikka o'tishimiz kerak. Ammo lekin bir kuni biz ham mana shunaqa g'orda berkinib qolishimiz bor azizlar. Faqat biz berkinadigan g'or tog'da emas, yerning tagida. Qabrda ham bizni shu ixlosli qilgan amalimiz najot beradi. Shuning uchun hamma amalda azizlar faqat xolislik, ixlos Alloh uchun bo'lish kerak. Hatto al-hubbi fillah val bughd fillah. Yaxshi ko'rsangiz ham Alloh uchun yaxshi ko'ring, yomon ko'rsangiz ham Alloh uchun yomon ko'ring. Ana bu ixlos azizlar. Ramazon tarbiya oyi. Ramazon oyi o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatlarni, bir-birlarimizga bo'lgan aloqalarni, muhabbatini kuchaytiradigan oy. Chunki Ramazon oyida arazlashib yurganlar bir-birini uzr ma'zur qiladigan oy. Ushbu oy kirishidan oldin o'zi biz kim bilan gaplashmasdan yurgan bo'lsak, arazlashib, ginalashib yurgan bo'lsak, Ramazon oyidan oldin ular bilan uzr ma'zur qilib olishligimiz kerak edi. Agar mabodo Ramazon kirguncha ham shu ishni qilmadik, hozir ham kim bilandir qalbimizda g'ashlik bor, arazlashib gaplashmasdan yuribmiz, qarindoshimiz, qo'shnimiz, yaqinimiz. Azizlar, hozir bo'lsa ham tezlik bilan ular bilan uzr ma'zur qilib yarashish kerak. Chunki arazlashib yurgan qarindosh urug'idan aloqasini uzib qo'ygan odamning duosi qabul bo'lmaydi. Shuncha harakat qilyapmiz ro'za kunlarida, qotiyur rahim bo'lib qolish kerak emas. Va bu Ramazon bir-birimizga bo'lgan munosabatni kuchaytiradi dedik. Xususan bizning jamiyatimiz, bizning yurtlarimiz azizlar mahalladan, qo'shnichilikdan iborat. Hammamizni mahallamizda qo'ni-qo'shnilar bor. Ular bilan go'zal aloqa qilishlikni mana shu Ramazon oyida o'rganamiz. Chunki ularga nisbatan mehrimiz oshadi. Ro'za tutganlar ochligini his qilib, qaysidir bir kambag'al qo'shnisini doim shunaqa yurishini o'ylab unga mehri oshadi. Qo'shni bu o'sha bitta mahallada yashayotgan, bitta yurtda yashayotgan har bir inson. U kim bo'lishidan qat'iy nazar azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar-ki, al-jiranu thalatha deydilar. Qo'shnilar deydilar 3 xil bo'ladi. Jarun lahu haqqun wahidun. Qo'shni bo'ladi, unda sizda bitta haqqi bor. Qo'shni bo'ladi deydi, uni sizda 2 ta haqqi bor. Qo'shni bo'ladi deydi, sizda 3 ta haqqi bor. Kim ular? Bitta darajadagi haqqi bor odam bu sizni qo'shningiz-u, lekin u musulmon bo'lmagan. 2 ta haqqi bori bu qo'shni ham musulmon, ham qo'shni. 3 ta haqqi bor qo'shni bu qarindosh qo'shni. Bu degani
biridan birini afzalligini nuqtai nazardan, ya'ni demak bunga ozroq, bunga ko'proq degani emas o'zi aslida. Agar qo'shnimiz g'ayri din bo'lsa, musulmon bo'lmasa ham uni bizda bitta qo'shnilik haqqi doim bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ovqat pishirganlarida bir necha marotaba so'rab o'rgan ekan xizmatkordan, qo'shnisi g'ayridin bo'lgan, musulmon bo'lmagan, qo'shnimizga ovqat chiqardingmi degan. Ha, chiqardik degan. Yana qayta so'ragan. Har deb so'ravergandan hayron bo'lishib, ko'p so'rab o'rdingiz deganlarida men payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan shu haqida ma'viza eshitganman. U zot o'sha qo'shnilarning haqqi haqida ko'p gapirganlar degan ma'noda Hazrat Umar aytganlar. Shuning uchun qo'shni kim bo'lishidan qat'iy nazar unga yaxshilik qilishligi kerak. Agar u musulmon bo'lmagan taqdirda ham unga yaxshilik qilamiz, uni holidan xabar olamiz. Ikkinchisi, bu o'sha qo'shni agar musulmon bo'lsa, uni ikkita haqqi bor. Ham qo'shnilik haqqi bor. Qo'shnini nima haqqi bo'lsa shu. Qo'shnini haqlari eng asosiy haqqi, masalan aytadilarki, siz qorningiz to'q bo'lib, qo'shningiz och bo'lib uxlashi mumkin emas ekan azizlar. Uni holdan xabar olsin degan. Musulmon bo'lsa, uni musulmonlik bizdagi birodarlik haqqi ham bor. Ana bundan keyin agar qarindosh bo'lsa, uni ham qo'shnilik, ham qarindoshlik, ham musulmonlik haqlari bor. Uchala haqqini ham ado qilishlikda biz harakat qilishligimiz kerak. Qo'shnilar bilan go'zal muomala qilishlikka. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda Rasulimiz alayhisalom shunday degan ekanlar, qasam ichib aytgan ekanlar. Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu degan ekanlar. Qarang, Allohga qasam ichib aytamanki, u mu'min emas. Allohga qasam ichib aytamanki, u komil mu'min bo'lmaydi. Allohga qasam ichib aytamanki, u mukammal komil mu'min bo'lmaydi deb aytganlar. Eshitganlar hayron bo'lib aytganki, "Man ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kim u ya Rasululloh, kim aytyapsiz?" degan. Kim u iymoni mukammal bo'lmaydigan, iymoni komil bo'lmaydigan deganlarda aytdilarki, u shunday kishiki, qo'shnisi uning ozor va yomonliklardan omonda bo'lmaydigan odam dedi. Qarang, agar qo'shningiz sizni yomonligingizdan, sizni ozoringizdan omonda bo'lmas ekan, sizni iymoningiz mukammal emas deyaptilar. Payg'ambarimiz alayhisalom buni qasam ichib aytibdilar. Bu Imom Muslimda keldi bu hadis. Shuning uchun qo'shnilar bilan birga yashaydigan odamlar bilan birga ishlaydigan, bitta jamiyatda yashayotganlar bir-biri bilan go'zal muomala qilishligi lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib yana savol berib qolishdiki, Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, inna fulanatan taqumul layl va tasumun nahar va taf'alu va tasaddaqu. Bir ayol bor qo'shnimiz dedilar. U kechalarini qoyim namozli o'qib chiqadi, kunduzlari roza tutadi, unday yaxshiliklar qiladi, bunday yaxshiliklar qiladi, sadaqalar qiladi deb falon yaxshiliklarni aytdilar va orqasidan aytdilarki, va tu'zi jiranaha bilisaniha. Ammo o'sha ayol qo'shnisiga tili bilan ozor berib turadi dedilar. Qarang, kechasi qoyim, kunduzlari soyim ro'zador, ko'p yaxshi ishlarni qiladi, sadaqalar ham qiladi deganlarida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdiki, la xayra fiha hiya min ahli nar dedi. U ayolda yaxshilik yo'q, u do'zax ahlidan dedi. Alloh saqlasin. Qarang. Shunda yana aytdiki, bir xotin bor, qo'ldan kelganicha namozini o'qiydi, juda unaqa ko'p sadaqa qilmaydi, oddiy amallarni qiladigan ayol bor, lekin qo'shnilari bilan juda chiroyli muomala qiladi deyodilar. Shu ayol jannat ahlidan-da dedilar. Bu Imom Buxoriyda keldi bu hadis aslar. Har qancha kechalari bilan uxlamasdan ibodat qilsa-yu, roza tutsa-yu, lekin qo'shnisiga tili bilan ozor berayotgan bo'lsa, demak uni amallari habada deyapti. Ammo amali kam bo'lsa ham, farzdan boshqa narsa qilmayotgan bo'lsa ham, sadaqalarni qila olmayotgan bo'lsa ham, lekin qo'shnisi bilan chiroyli muomala qilayotgan bo'lsa, bu inson demak jannat ahlidan bo'ladi. Qo'shni deganda biz umumiy tushunishimiz kerak azizlar. Bu nafaqatgina mahalla ko'y. Hamma o'sha bitta vatanda yashayotganlar, hammamiz
ishxonada ham bo'lishi mumkin, birga o'tiradigan yonida, korxonada ishlayotganlar, hamma. Demak, doim musulmon odam bir-biri bilan chiroyli muomalada bo'lishligi talab qilinar ekan. Ramazondagi haqiqiy sabr gunohlardan to'xtashlik bilan, g'iybatlardan to'xtashlik bilan, nojoiz bo'lgan so'zlarni gapirishlikdan to'xtashlik bilan, ko'zimizni haromga qaratishdan to'xtashlik bilan, hamma yomon illatlardan to'xtashlik bilan sabrni o'rganamiz. Zero biz nafsimiz bilan yolg'iz qolamiz. Shayton kishanlanadi. Iblis zanjirband qilinadi. Ammo nafsimiz bor. Ana endi shu oyda biz nafsimizni tarbiyalab, sabr qilishni o'rgatamiz. Bir harakat qilib ko'raylik-a. Chunki roza tutsa-yu g'iybatdan qolmasa, roza tutsa-yu u og'zidan yomon so'zni chiqarishlikdan qolmasa, roza tutsa-yu u fahsh so'zlar va tuhmatlardan, bekorchi gaplardan qolmasa, u o'zini och qoldiribdi degan ma'noda hadis bor. Keling shunday roza tutaylikki, zarracha qulog'imiz g'iybat eshitmasin. Zarracha bir kalom bo'lsa ham og'zimizdan g'iybat, ig'vo chiqib, fahsh chiqmasin. Ko'zimiz g'iybatni yozgan narsani ham o'qimasin. Ramazonda shuni o'rganish kerak. Ramazon bu imkoniyati. Bizga ha deb gunohni chiroyli ko'rsatadigan dushmanimiz iblis zanjirband bo'lib turganda bitta nafsimizni o'zi bilan kurashni o'rganib olish imkoniyati. Mana shu oyda iloji boricha azizlar, qo'limizdan kelganicha sabr bilan o'tkazishlikka, mana shunday g'iybat, fasod, fitna, hamma narsadan qutulishlikka harakat qilaylik.